Stomatolog ko'l ichadimi? Olib qo'yinglar buni. Qara mushtari. 1 yosh bolada tish bo'lmasligi normami? Bunaqa bo'lishi mumkin. И также yaqinda menga bitta patsientka yozib qoldilar. 2 haftalik bolasida 2 ta tishi bor ekan. Ha, yo'q. Tishi bilan tug'iladigan bola ham bor. Mana tug'ilganda tishi bilan tug'iladi. Ana bo'ri tishlar bir nima deyishadi. Shunaqa deyishadi. No ko'pchilik buni qiynaladi emizishga, oldirib tashlashadi. No. Oldirib tashlashadi. Oldirib tashlashadi. Chunki ona emizishga juda ham qiynaladi, bola o'zi ham qiynaladi. 2 haftaligida, 2 oyligida chiqishi ham mumkin. Bu hammasi normal. Также 1 yoshdan keyin chiqsa ham bu normal. 2000 tadan bitta bolada bunaqa uchraydi. Nimalardan kelib chiqadi desa, asosan genetik, ota-onasida shunaqa kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Yoki homiladorlikni, именно shu tishlar zachatkasi paydo bo'ladigan haftalarida onada qanaqadir o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin organizmda. Vitamin yetishmovchiligi, shamollash yoki qanaqadir preparatlar qabul qilgan bo'lishi mumkin. Shu sababdan ham bo'ladi. Lekin bunaqa patsientlarda xavotir olish kerak emas. 3-3,5 yoshgacha xudo xohlasa hamma sut tishlari chiqadi. No agar undan ham kech qolsa, rentgen qilib ko'rish kerak. Zachatkalar, ya'ni kurtaklar bormi, yo'qmi? O'shanda ota-onalar bemalol xotirjam bo'lishi mumkin. Baribir chiqadi.